Ekonomichniy aqlli kotyollar. Qadrdonlar, olov yonyapti, ko'rib turibsizlar. Suvimiz esa 119 gradus turibdi. Lekin mana bu yerda mana demoxoddan tutun chiqyapti, lekin qo'lni kuydirmaydi. Nimaga deganlarga, buni ichidagi kitob varianti juda ham boshqacha, yangicha usulda ishlangan ekan. O'shani hisobiga ichkarida issiqda ushab qolib, bu yerdan o'sha sovuq havo chiqyapti ekan. Undan tashqari akalarimizda ko'rib turibsizlar, har xil variantlarda garelkalar bor ekan. Xolasangiz chugulli variantda, xolasangiz hamma yasab turgan listli variantda, undan tashqari o'sha polchanikiga birma-bir qilib yasalgan, ya'ni retortni garelkalarda xohlaganingizdan qo'yib berishadi. Ya'ni bu yerda aqlli kotyollar va albatta nijniy горение kotyollarni ishlab chiqarish xalqimizga yetkazib berishyapti ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 100 kvadratdan boshlanib, bu yoq o'sha 3000 kvadratgacha istaydigan kotyollarni yasashib berishaveradi. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan bo'lyapti. Ekranda ishlab chiqaruvchi akalarimizning nomerlari bo'ladi. Lokatsiyasini Bozor va biznes Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz qadrdonlar. Kelib turib, qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Videomizni boshida bitta like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysanglar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Biz esa narx-navoni ortib berishni boshladik. Hozir esa ishlab chiqaruvchi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Ustaga tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Xalq xizmatidan. Rahmat aka, Allohga shukr. Aka, sizning katyolingiz boshqalarnikidan nimasi bilan farq qiladi? Ekonomichligi tomonidan. Ekonomichligi mana. O't ko'rib tursalar yonishini. Yonishini ko'ryapmiz. Gradus 119 gradusda. 119 gradus, Qo'limda tutib turibman demoxodga. Mana. Uzil kesil kuygani yo'q. Turgan yo'q. Ya'ni bu degani ichida issiqlikda ushlab qoladi. Sababi ham bunaqasiga kaseta qo'yilgan, yonboshmacha ham tikamacha qo'yilgan. O'sha hisob-kitob to'g'riligini hisobiga yanada ekonom qilib yasalgan. Tushunarli. Endi o'shani bitta nimasini ko'rsataylik, sovuq holatdagisini, iloji bo'lsa. Sovuq holatda. Mana shu katyolimiz, Xuddi shu katyol. Ichlarni ochib ko'rsatamiz. Xo'sh, bu yerda aka mana bu delalar bor ekan, ko'ndalaymachaga. Hammaniga o'xshagan. Xuddi shunday, kitob holatda ham bo'ladi. Orqada yana gorizontal, vertikaliga qo'yilgan bo'ladi. Mana buni ham ochib ko'rsatib qo'yamiz. Shuni hisobiga ichkaridagi issiq aylanib oxir sovib turganda chiqib ketadi. Sovib turganda chiqib ketadi. Maksimalni ichkarida energiyani o'zida ushlab qoladi. Issiq ushlab qoladi. Ya'ni suvni isitadi. Xuddi shunday. Tushunarli. 30 kilo ko'mir yoqsiz, o'sha 30 kilo ko'mir siz suvingizni isitish uchun sarf bo'ladi. Demoxoddan chiqib ketmaydi issiqlik. Ortiqchalik tutun bo'lib chiqib ketmaydi. Hozir kitob holatda baydan misol uchun 80-100 gradus issiqlik chiqib turgan bo'lsa, bunda 40-50 gradus issiqlik chiqadi. O'shani hisobiga ko'miringiz anchagina ekonom bo'ladi. Значит, ustaga masalan bitta katyol oladigan bo'lsa, oddiy kitobli katyoldan 1 yilda 6 tonna rasxod qiladigan bo'lsa, bu katyolda oladigan bo'lsa, bu katyolda olsa 5 tonna, 4,5 tonna rasxod qilaveradi. Xuddi shu holatda demoqchi. Unga nisbatan ancha ekonomli katyol. Ya'ni ekonom aqlli katyol aka. Shunday bo'lsa, bu yerdan tashqari o'sha verniy, nijniy garena katyollarimiz bor ekan. Xo'sh, birinchi mana shulardan boshlaylik endi ustaga. O'sha bunkersiz katyollarimiz nijniy verniyga bo'linadigan bo'lsa, bu nijniy garena pastdan yonuvchi, verniy tepadan yonib tushadi. Buni qulayligi, afzallik tarafi ko'mirda yaxshi ko'mir, tosh bo'lmaydigan, musori qolib ketmaydigan ko'mir yoqadigan bo'lsangiz, bir hafta 10 kungacha katyolni o'chirmaysiz. Ichida o't yonib turgan holatida ustiga zapravka qilib ketaverasiz. Значит, holaga yonyap turganda ham zapravka qilsa bo'ladi. Yonib turganda ham ustidan zapravka qilaverasiz. Ochganingizda issiq o'zingizga urmaydi, pastdan tortib ketadi. Pastdan tortib ketadi. Ya'ni bu nijniy gareniya. Ko'mir tanlaydimi ustaga? Ko'mir tanlamaydi. Ya'ni xolasa briket, xolasa ko'mir, tezak, tezak, nima bo'lsa, mashinani eski baloni bo'lsa ham tiqib yuborishadi. O'tin ham bo'laveradi. O'tin ham bo'laveradi. Значит, o'sha narsa tanlamaydigan katyol. Eshigiga siqqan narsa borki, yonadigan narsa solasi yonaveradi. Tushunarli. Bularimiz rasxod qancha rasxod qiladi mana shular? Rasxodi 25-30 kilo atrofida. 25-30 kilo. Issiqqa uyda tuplitiga qarab turib. Bu ham o'zini yoqib o'chiradimi ustaga? Masalan, ma'lum bir temperaturada bo'lgandan keyin boshqaruv miyasi bor. O'sha regulyatorni issiqligiga 60 gradusga qo'ysangiz, 60 ga kelgandan o'chadi. Ventilyatorlar bag'dan havo bermaydi umuman. Keyin ma'lum gradusda yana pastlagandan yana yonib ketaveradi. Yonib ketaveradi. Bularga значит tok kerak, ustaga mana bu plitkani ishlatish uchun. Tokli holatda ham ishlatishimiz mumkin ventilyator bilan. Keyin svet bo'lmagan holatlarda belki regulyatorni tiyaga qo'yib, pastda eshikcha ochilib yopilishi hisobiga bemalol ishlab beraveradi. O'shalarni ham qo'yib berasiz, hamma yo'g'ini. Yo'q, bu alohida qo'yiladi. Qancha qo'shilib qolishi magazinlarda sotiladi? $50 atrofida. $50 ga o'sha narsani qo'ysa bo'laveradi. $50 ga qo'yishsa, bu eshikchasi ochilib yopilaveradi, ventilyator ishlamaydi. Tok kerak
sarf ham bo'lmaydi, svet o'chganda ham ishlayveradi. Aha. Lekin bu narsani qo'ymasa, postoyanno to'k bo'ladigan bo'lsa, mana postoyanno to'k bo'lsa, bu ham yonaveradi. O'zi yoqib o'chiraveradi bunimizda. Xo'sh, ustaga endi bunimizga qancha garantiya beriladi? Bunga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiyasi beriladi. 100 kvadratli ekan ustaga buni. 100 kvadratli. Narxi 100 kvadratlimiz 7,5 million. 7,5 million so'm. Shuni 150 dastavkasi butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Aha. Vodiyga, uylarigacha, vohalarga, shahar markazlari va asosiy yo'llar bo'yicha olib qolishadi. Aha. O'zlariga qulay joyda. Tushunarli. Endi ustaga, masalan, buncha kattarog'i ham bo'ladimi? Ha, bundan kattalari 1,5 ming kvadratgacha Nijniy Garina kat yo'llar yasab beramiz. Aqlli kat yo'llarda 3000 kvadratgacha, 100 kvadratdan. Buni 150 kvadratligi 8,5 million bo'ladi. 8,5 million so'm, ha. 220 kvadratgacha bo'lgani 9,5 million bo'ladi. Ya'ni shunisi? Ha. Ha, 9,5 million so'm. 150 kvadratgacha bo'lgani 10,5 million bo'ladi. 10,5 million. Undan qolganini kelishilgan holatda yasab beramiz. Ha. Mana bu narsa ularda yo'q ekanda, bu qo'yib beriladi buni. Qo'yib beriladi ular. Ya'ni bu datchik-a, shundaymi sizga? Datchik yoqib o'chirish. Terma regulyatori, ventilyatorda legrovkasi va o'chirib yoqish uchun pul chatiri. Ha, o'shanda o'zi o'chib, o'zi yoqaveradi, shundaymi ustaga? Tushunarli. Bunimiz o'sha 1,5 ming kvadratgacha yasab berilaveradi. 1,5 ming kvadrat. Ya'ni o'sha katta bog'cha, maktab, tashkilotlari teplitsalarga ham bemalol bo'laveradi. Teplitsalarga ham bo'laveradi. Xolos, radiatorga, to'plipog'i hammasiga qo'ysa bo'laveradi. Teplitsalarga ham qulaylik, bari teplitsaga qaragan kiriladi-yu. Avtomatga narx qimmat deganlarda ham bunga qarashaveradi. Nimaga kat yo'l o'chmaydi, ustiga yana hali kirganlarda solib qo'yishaveradi. Solib qo'yilaveradi. Tushunarli. 1,5 ming kvadratgacha yasab beraverasizlar. Endi bu aqlli kat yo'llarimizni ho'p operatorchilar bo'lasiz. 3000 kvadratgacha yasab beraverasizlar. 3000 kvadratgacha yasab beriladi. Ha. Mana masalan, mana shunimiz necha kvadratli? Buni kvadrati 250 kvadratga mo'ljallangan, retortni garelka qo'yilgan. Ya'ni retortni degani mana bu garelka. Shundaymi turadi. Mana shundan qo'yilgan. Xuddi shundan qo'yilgan, o'zimizda ishlab chiqarilgandan qo'yilgan. Ha. 250 kvadrat. 250 kvadratga mo'ljallangan. Narxi $1550 bo'ladi. 1550 dollar, Xo'sh, endi mana bu hamma qo'yib turgandan qo'ysangiz, listlidan qo'ysangiz. Bundan qo'yadigan bo'lsak, $1150 dan boshlanadi. $1150 temir varianti, $1250 chugunli varianti. Chugunli varianti. Bunimiz $1550. $1550 retortni o'zimizda ishlab chiqarilgan. Tushunarli. Endi ustaga bunimizni masalan rasxoti qancha bo'ladi? Rasxoti 30 kilodan 50 kilo atrofigacha. 30 kilodan 50 kilo o'sha sovuq issiqqa qarab. Qirg'izistonda, Qozog'istonda ko'miriga, shundaymi? Tushunarli. Xo'sh, agarda endi ustaga mana shunimizni 100 kvadratdan zakaz beradigan bo'lsa, unimizni ham narxini aytib ketaylik, 3 xil variantda. $1100 dan boshlanadi. 1100 100 kvadratlisi. 100 kvadratlisi 950 mi deyaptimiz? Yo'q, kitob holatdagisi. Bo'ldi. Hattoki bu ham kitob ham vertikalga-da. Nimaga qimmat deganlarga operator tezlashamiz. Bu ekonomik variantda yasalgan. O'shani hisobiga narx ko'proq, ya'ni ko'proq material, ko'proq mehnat qilinadi. Mehnat ham ko'proq bo'ladi, yasalishi ham qimmatroqqa tushadi. Shuni sababiga bu qimmatroq bo'ladi. Ham gorizontalniy kitob, ham vertikalniy kitob ko'proq material ketgan. Tushunarli. Значит, sizda eng arzoni aqlli kat yo'llarimiz $950 dan boshlanadi. 100 kvadratlisi. Ha. Endi agarda mana bunaqangi ekonomik variantda bo'ladigan bo'lsa, 1100 dan boshlanadi. 1150 ga 100 kvadratlisi. Ya'ni mana listli variantda bo'ladi. Bundan 8li listdan bo'lgan. Bundan bo'ladigan bo'lsa-chi? Bundan bo'lsa $1250 bo'ladi. $1250. Bunimizdan bo'lsa $1450 bo'ladi. $1450. Значит, bu yerda variantlar ko'p. Qadrdonlar, menga o'sha hamma yasayib turgan vertikalniy, gorizontalniy kitob shaklida etsangiz arzonroq bo'ladi ekan. Ham gorizontalniy, ham vertikalniy kitobda bo'ladigan bo'lsa, ham ekonom bo'ladi, ham narxi jicha qo'shilib qoladi. Shundaymi ustaga? Tushunarli. Xo'sh, bunga necha kilo ko'mir sig'adi? 100 kilodan 150 kilogacha bemalol sig'adi. 3-4 sutka bemalol ishlab beraveradi. Qolganlarga nisbatan bunkari katta ekan-a? Bunkari kattaroq. Katta. Chunki o'zi avtomat qo'yishdan maqsad uzoqroq vaqt hali ko'mir solavermaydigan nimasi. Shuning uchun biz bunkerni iloji boricha kattaroq qilingan. Tushunarli. Endi mana bu tomonlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Ya'ni reduktor hammasida двойной bo'lamiz ekan? Hammasiga двойной reduktor 220 motorda narxini aytyapmiz hozir. Katta motorda qo'yib berilyapti, 220 ga ishlaydigan. 0.25 ham qo'yib beraveramiz, 0.37 ham qo'yib beriladi. Agarda dvornik motor bo'ladigan bo'lsa, qancha arzonlashishi mumkin? $100 dan arzonlashadi. $100 arzonlashar ekan. Ya'ni dvornik motor bo'ladigan bo'lsa, agarda shunaqa motor bo'lsa, o'sha hozirga aytgan narxlarga ustaga. Tushunarli. Xo'sh, bunimizchi, necha kvadratli bu? Bunisi 450 kvadratga mo'ljallangan. 450 kvadratli. Narxi $1600. 3 xil variant ayting. 1600. Bunga ko'rsatib ayting. $1600 bu garelkadan tushadi. $1750 bundan tushadi. Chugunlidan tushadi. Retortni bo'ladigan bo'lsa
$1900 bo'ladi. $1900. Ha. Aka, masalan, bu retortni bilan buni yonishida farqi bormi, yo'qmi? Nega bu qimmat? Bu zavodskoyligi uchun qimmatroq bo'ladi-da. Lekin ishlatishda shilak bo'lmaydi bunda, sababi bu aylanib turadi. Ha. Aylanganning hisobiga shilak yig'ilmaydi. Yig'ilmaydi. Shunisida farqi bor. Ha. O'zi shilak yig'ilishi ham ko'pchilik noto'g'ri hisoblab qo'yishidan kelib chiqadi. Yetarli kvadrat. Misol hozir 600 kvadrat joyiga 400 kvadratli kat yo'lni qo'yib qo'ysa, buni ishlash vaqti ko'pligini hisobiga shilak paydo bo'lib qoladi. O'zi asli yetarli jicha oshig'i bilan kat yo'lni tanlab qo'yiladigan bo'lsa, oddiy kurak kelayotganimizda ham hech qanaqa shilak yig'ilmaydi asli. Tushunarli. Shuning uchun agar o'zimizga aloqaga chiqsa, kvadratlarni hisoblashga ham yordam beramiz, kat yo'l tanlashga ham tavsiya qilib yordam beramiz. Buni narxini aytdik-a? Ha, narxini. Xo'sh, bu yoq qadrdonlar o'sha 500 ming, 3000 kvadratgacha zakaz beraverasizlar. Ustaka, endi masalan texnika bezopasность uchun mana bunga bir narsa dedingiz, bundan oldin kadrda. Hozir ham klapin qo'yiladi. Agar buni ham o'zimiz Kaz Kalife deydi, o'sha firmalardan qo'yishsa, sifatli ishlab beradi. Agar boshqa firmalardagi bor, bir davlinaga chiqqanda ham, bir atmosfera bosimiga chiqqanda qo'yib yuborishi mumkin. Yo bo'lmasa 3 davlinaga chiqqanda ham qo'yib yubormasligi mumkin. Misol 3 davlinadan bu oshgandan keyin 100-150 gradusga chiqib ketadi. Ba'da qo'ya turgan montajga ishlatiladigan polietilenlar, materiallar 150 gradusga javob bermaydi. Degani bu yerdan keyin suv yorib chiqib ketishiga to'g'ri keladi. Tushunarli. Значит, ustaka bu miyadan tashqari, ya'ni qo'shimcha texnika bezopaslikka javob beradi. Ortiqcha davlinani shu yerdan chiqarib yuboradi o'zi avtomatik. Bularni biz qo'shib berilmaydi, faqat qaysidan olishda sifatli ishlab beradiganlarni polni sistemaga nima ishlatish kerakligini tavsiya beramiz. Tushunarli. Shu paytgacha hech qaysi nima deydi, katyol yasab turgan ekan, shu haqida ma'lumot bermaganda mana shu akamiz ma'lumot beryapti. Ya'ni bu yerda o'sha ortiqcha davlinani chiqarib yuboradigan kat yo'ldan ham ko'ra sistemaga ko'proq zarar beradi u narsa. Ha, kat yo'lga zarar tegmaydi. Kat yo'ldan ko'ra, agar temirli montaj bo'ladigan bo'lsa, temir turbadan bayda kran yopib qo'yilgan bo'lsa, keyin kat yo'lga zarar beradi. Lekin u kran ochiqmi, sistemaga zarar beradi asosiy holatda. Chunki davlina oshgandan keyin 6-7 davlinaga chiqib ketganda har holatda bo'ladi. Tushunarli. Ha, xo'sh. Menimcha hamma ma'lumotni berdik. O'zingiz chiroyli manzil tushuntirib bering endi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Bag'dan Gulqishloqda. Yangi bozordan Bo'yda yo'nalishiga ketishda. Yo'lda bo'yida. Ekranda nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqsalar lokatsiyani tashlab beradi qadrdonlar. Kelib turib ustakamizdan yana ham ko'proq ma'lumot olsalar bo'laveradi ekan. Ancha nima deydi? Shuni ishda mutaxassis haqiqat, shunday ustaka. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastda nomerlari bo'ladi. Shunaqangi aqlli katyollar, Nijniy Garena katyollar va albatta undan tashqari masalan katyol chekalarimiz yoki eski katyoli bor akalarimiz ham aloqaga chiqsa, garelkani o'zini alohida sotishaveradi ekan. Narxi albatta kelishilgan narxlar. Bitta like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar, esdan chiqib qolmasin. Salomat bo'lasizlar.